Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun JavaScript darslarimiz 7-darsimizga yetib keldik. Bu darsimizda ko'radiganimiz ko'p ishlanadigan string metodlari. O'tgan safar stringlarni ko'rgandik va ularni e'lon qilish va qanday qilib ishlatishlarini ko'rib chiqqandik va uni bitta properties va ikkita metod haqida gaplashgandik. Bu length, ya'ni matnning uzunligini olib beradi, to uppercase hamma harflarimizni katta qilib beradi, to lowercase esa hamma harfimizni kichik ko'rinishga olib keladi. Endi ko'radiganimiz yana qo'shimcha metodlari, ya'ni stringda eng mashhur metodlarni ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ko'p ishlanadiganlarni. Endi charatga yetib keldik. Charat bu stringning belgilangan indeksi bo'yicha qiymat qaytaradi. Ya'ni mana o'tgan safar yozgan kodlarimiz str va ichida lorem yozib qo'ygandik va shuni konsolga chiqarib ko'radigan bo'lsak, hop, inspect bo'lmasam pasmatret kod qilasizlar. Bu joyda mana bizda bemalol chiqyapti. Biz yozgan narsa lorem. Hop, endi shuni biz o'zimiz xohlagancha to'rtburchak qavsda olishimiz mumkin. Ya'ni birinchisini olib ber deydigan bo'lsak, bemalol mana birinchisini oladi. Hop, nimaga endi O ni oldi? Lan emas. Chunki JavaScriptda sanoq, ya'ni qidiruv tizimlarida 0 dan boshlanadi. Ya'ni bu 0, 1, 2, 3, 4 bo'lib ketadi. Ya'ni 0 deydigan bo'lsak, eld, ya'ni lan olib beradi bizga mana. Xohlasak, xohlagan metodimizni yozishimiz mumkin. Mana 45 deb xohlagan metod mana xohlagan pozitsiyamizda. Ya'ni bu joyga pozitsiyasi yoziladi. 0 desak, boshdan boshlaydi. Ya'ni 0 dan boshlanadi. Keyingi ko'radiganimiz o'sha aytganimiz charat. Charat yozib turib oxiriga bu metod, ya'ni oxirida virgullar qavslar bo'lishi shart. Bu mana bu joyda aytyapti, charat number oladi deyapti. Hop, hozir hech bola bermasak, bu boshidagidan beradi. Ya'ni charatga hech bola yozmagan holatimizda bu birinchi, ya'ni 0-pozitsiyadagidan beradi. Tushunyapsizlar? Hop, misol uchun 3 ta oladigan bo'lsam, 3 ta olsam mana eld olib beryapti. Ya'ni 0, 1, 2, 3 ko'ryapsizlar, 3-pozitsiyadagidan olib beryapti. Ya'ni bu narga to'rtburchak holatimiz bilan bir xil ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni mana 3 desak, bunda ham eld chiqarib beryapti. Yana uzr adashib ketdim. Hop, endi trim bor. Ya'ni trim bu bo'sh joylarda olib tashlaydi. Ya'ni bizda format to'ldirayotganimizda shu narsalarga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni bizda bu ko'rinishda boshlarini bo'sh qilib yoki oxirini bo'sh qilib chiqarish mumkin. Mana. Agar buni qilmasdan oldin buni lengthini tekshirib oladigan bo'lsam, uzunligini, nechiligini. Hozir buni o'rniga kamroq so'z yozsak ham bo'ladi mana. Yo'lbek deb yozamiz va ko'radigan bo'lsak chiqyapti. Buni endi lengthini tekshiramiz, ya'ni uzunligini. Tekshiradigan bo'lsak 10 chiqyapti mana. Endi buni mana boshiga ham bo'sh joy va oxiriga ham bo'sh joylar qo'yadigan bo'lsam, endi ko'rsam 19. Ya'ni bu tarafdan mana 4 ta, bu yoqdan 5 tacha joy ajratdi. Ya'ni 9 ta oshiqcha joy ajratib qo'ydi. Endi shularni qanday qilib olib tashlashimiz mumkin? Mana lengthni ham o'chirib turib o'zini chiqarsam, mana ko'rdingizlar, bo'sh joyda belgilayapti bizda. Ko'ryapsizlar, bu yoqda ham, bu tarafda ham bor. Endi shunaqangi bo'sh joylarni o'chirish, ya'ni user shunaqa probellar bilan ataylab kirgizishi ham mumkin, bo'lmasa o'zi qandaydir xatoliklar bilan shu ko'rinishda joylashi mumkin. Shu holatda biz nima qilamiz? Stringdagi qiymatlarni to'g'rilash uchun trim bor bizda mana. Trim va buni metodligi uchun chaqirib qo'ysak bo'ldi. Bunga ichiga hech bola yozmaymiz bu joyga. Va endi ko'radigan bo'lsak mana bo'sh joylarda olib tashlagan holda chiqyapti. Endi trimda o'zi 3 xili bor. Trim bor. Keyingisi trim start bor. Keyin bizda trim end bor. Trim end. Shu uchala qiymati bor, qaranglar. Trim start qilsak nima bo'ladi? Buni o'chiraman-da. Trim start va buni chaqiradigan bo'lsam, endi ko'ryapsizlarmi, mana boshidan o'chirib yubordi, lekin oxiridan bu hali ham turibdi. Ko'rdingizlarmi mana? Bo'sh joy hali ham belgilab olyapman. Ya'ni bu faqat startni o'chiradi. Endi trim end bor bizda. End bu faqatgina oxiridan o'chiradi mana. Oxirida endi bo'sh joy yo'q, ya'ni belgilab olmayapman mana. Mana, umuman belgilab olmayapman, lekin boshida mana bor. Ko'ryapsizlar? Boshida bu bo'sh joyni chiqarib beryapti bizga. Shu ko'rinishda trim start, trim endlardan foydalanishingiz mumkin, lekin ikki tarafidan o'chirmoqchi bo'lsangiz, buni trim qilib qo'ysangiz bo'ladi.
shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Bu ko'rinishlarni qila oladimi deb mana. Tursunov deb. Ya'ni bu orasidagi bo'sh joyni ham yo'q qila oladimi? Yo'q, unga o'ta olmaydi. Ya'ni orasini yo'q qila olmaydi. U faqat boshi va o'sha tekstda kelgan oxirini yo'q qila oladi xolos. Mana ko'ryapsizlar, boshini va oxirini yo'q qilgan, lekin o'rtasidagi bo'shliqlarni bu yo'q qila olmaydi. Xo'p, trim haqida shular, ya'ni 3 ta qiymati bor ekan. Endi slice keyingisi bizda slice ishlatadigan bo'lsak, A dan B gacha bo'lgan qiymatlarni qirqib olish uchun ishlatiladi slice. Xo'p, endi slice ko'radigan bo'lsak, bunimiz joyiga qaytsin. Xo'p, Doniyor Tursunov. Xo'p, shu joyda endi slice ishlatamiz. Mana slice ishlatib bu metodlik uchun yozadigan bo'lsak, mana slice o'zi ham aytib beryapti. Start number, ya'ni startiga number ber va end'iga ham, ya'ni ikkita qiymat oladi bu deyapti. Start va number, start va endlarni yozadigan bo'lsak, o'sha joydan qirqib oladi. Misol uchun 0 5 ni qirqadigan bo'lsam, o'tsam mana doni deb chiqyapti. Ya'ni 0 0 1 2 3 4. Bu tarafi 5, ya'ni 5 ta olmaydi, shu 4 gacha bo'lgan qiymatlarni olib beryapti bizga. Xo'p, endi biz xohlasak 1 u 6 qilishimiz ham mumkin. Bu holatni qilsak, oniyo, ya'ni 1 dan boshlanyapti, starti 1 mana, 1 da olyapti, 2 3 4 5 6. 6 ni olmaydi-da, shu 5 gacha bo'lganda oladi. Ya'ni birinchi yozganimizda birinchi qiymatini oladi va oxirgi yozganimizdan bitta oldingini olib bizga chiqarib beradi. Shu holatida. Bu joyda sizlarga aytganimdek sanoq 0 dan boshlanadi. Xo'p, endi slice'da yana bitta narsa bor, shuni ko'rib ketadigan bo'lsak, shuni aytib o'tay. Ya'ni bizda faqat birinchisini olmasdan, ya'ni 0 pozitsiyada turgandan bo'lsa, qolgan hammasini olsin deydigan bo'lsak, u holatda faqatgina startini yozsak bo'ladi. Ya'ni 1 desak, 1 dan boshlab turib qolganda o'rayman. Oniyorbek Tursunov. Ko'ryapsizlar? Agar biz 5 deydigan bo'lsak, 5 dan boshqa hammasini oladi. Ya'ni 0 1 2 3 4 5. Ya'ni bu joyda aytganimdek startidagini ham oladi mana. Orbek Tursunovni olib beryapti bizga. Shu holatda. Ya'ni faqatgina startini yozadigan bo'lsangiz, undan oldingilarni unutadi va undan keyingilarni olib beradi xolos. Lekin start bilan end qilsangiz, bu 4 hisobiga o'xshaydi va 4 bo'lganingizda shu qanaqa holatda qilsangiz, xuddi o'shanday qilib turib chiqarib beradi. Tushundilarmi? Xo'p, endi bizda keyingisi bor. Includes. Matn ichida x borligini tekshiradi. Ya'ni includes endi bizga qanaqa holat ishlaydi? Ya'ni includes bu qidirish. Shuning ichidan qidirib berish uchun foydalaniladi. Includes mana. Endi buni ichiga yozadiganingiz mana string deyapti. Ya'ni string yozasiz va bu qaytarayotgan qiymati nima ekan? Boolean. Ya'ni data tiplarida aytib o'tganda boolean nimalarga teng faqatgina? Boolean data tipi faqat true va false ga teng. Yolg'on yoki rostga. Misol uchun qidiryapman men bu joyda xohlagan joyingizdagi xohlagan so'zingizni qidiraverasiz. Misol uchun Doniyorbek bormi yo'qmi? String ko'rinishda yozasizlar dedim mana. O'zi ham taklif qildi, ya'ni tavsiya qildi string ko'rinishda yozishni. Mana true. Ya'ni Doniyorbek bor. Endi xohlasam men ozgina joyini qirqib turib ham yozishim mumkin mana. Haqiqatan u ham bor. Ya'ni don degan joyi ham bor. Misol uchun endi boshqalarini qidirib ko'rsam, qaranglar. Misol uchun salom degan so'zim bormi, ketma-ket edi. Yo'q. U holatda nima berar ekan menga? False beradi. Ko'rlaring-a? Misol uchun oxiridagi ov deb qo'yish qo'ysam mana ov, ya'ni ketma-ketdagi bir xil bo'lsa bo'ldi. Bu bormi? Bor. Ko'rdingmi? True. Agar ob bormi bizda? O bilan bir ketma-ketda kelgan. Yo'q. Ko'rdingmi bu joyda? Shuning uchun bu false. Include shunaqa qidirish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu joyga matnni yozsa, buni o'zi ichidan bemalol qidirib topaveradi. Ya'ni siz o'zingiz nimadir qilishingiz shart emas, shu joyga yozasiz va buni ichidan o'zi qidiradi. Agar topsa true beradi, agar topa olmasa false beradi. Shu holatda foydalanamiz. Endi index of bor bizda. Belgini birinchi joylashini topadi. Ya'ni index of qanaqa bo'ladi? Bizda bu joyda 6-dars qolib ketibdi, bu 7 bo'lish kerak bo'lsa. Xo'p. Index of chalg'iymiz, index of ga keldik. Index of. Bizda index of
Nima deydigan bo'lsak, endi index of bizda shu joydan boshlab qidirib beradi va uni pozitsiyasini qaytaradi. Misol uchun Doniyor Beyni qidirsam, bu yana stringda oladi. Buni ko'rsatib ketmoqman. Mana bir qator ko'rsatsam, ya'ni VS Code o'zi ham mana search string, ya'ni qidiradi buni ichidan deyapti va ichiga string yoz deyapti. Chiqaradigan nima ekan? Number, ya'ni o'shaning pozitsiyasini chiqarib beradi bizga. Doniyor Beyni qidirsam mana 0. Ya'ni bu nechidan boshlanyapti? 0 dan. Misol uchun Yorbek degan joyni qidiradigan bo'lsam, bu nechidan boshlanadi? 0, 1, 2, 3, 4 dan boshlanyapti ekan. Demak, nech chiqaryapti bizga? 4. Ko'rdingmi? Bu index of shu yozgan narsam nechinchi pozitsiyada bor va nechinchi pozitsiyadan boshlanayotganini ko'rsatib beradi. Agar buni ichiga umuman yo'q narsa yozsam nima qaytaradi desangiz, umuman yo'q narsa yozsangiz -1 qaytaradi. Agar to'g'ri narsa yozsangiz, uni pozitsiyasi, ya'ni boshlanish nuqtasini qaytarib beradi. Hozir bunda yozsam, ya'ni buni boshlanish nuqtasi necha ekan? 11. Ko'rdingmi? Mana buni tekshiramiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan boshlanyapti. Ko'rdingmi? 11 dan boshlab chiqyapti. Shuna qilib bundan ham foydalansak bo'ladi. Endi xo'p, index ofda yana bitta narsasi bor. Bu boshidan qidiryapti. Endi bizda last index of ham bor. Buni ham bir qator ko'rib ketmasak bo'lmaydi bizda. Xo'p, agar bu index of bo'lganda qanday chiqadi mana? Index of bo'lganda, ya'ni oxirdagi ovda olyapman. Bu nechinchi pozitsiyada ekan? 17. Ko'rdingmi? 17 dan boshlayapti. Endi buni last index of desam, endi bu oxiridan qidiradi. Tushunarli? Oxiridan qidirgan holda yangilaymiz. Agar boshida ham bo'lsa bu narsa qaraylik. O bo'lsa, bu qaysini olib berar ekan baribir? Oxirdagini olib beradi. Ko'rdingmi? Ya'ni bu birinchidan boshlab qidirib yurmaydi. Agar buni index of desam, qaranglar. Bu mashidagini oladi xolos, keyingisiga intilib o'tirmaydi. Mana 11. Ko'rdingmi? Shunaqa farqi bor. Ozgina chalkash bo'lsa, mana boshqacha tushuntiraman. Agar index of desak, bu boshidagi o'ni qidiradi, qolgan joyda yana o kelsa, uni qidirib o'tirmaydi. Ya'ni shu birinchi ko'rganini oladi va qaytib ketadi u. 1, mana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dan boshlanyapti. Ko'rdingmi? Agar buni last index of desamchi, 20. Ya'ni bu boshidan hisoblaydi haqiqatan, lekin bu oxiridan oladi. Ya'ni oxiridan qarab qidiradi, lekin pozitsiyani boshidan qidiradi. Pozitsiyani boshidan hisoblaydi, qidiradi emas. Oxiridan qidirishni boshlaydi, birinchi topganini oladi va qaytib ketadi. Lekin pozitsiyasi doim bizda boshidan ketadi. Mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, mana 20 bizda oxirgisi. Ko'rdingmi? Shuna qilib index of bilan bizda last index of bor. Endi keyingi ko'radiganimiz replace. Hop, replace ham bizda 3 ta qiymati bor. Birinchisi, replace ni o'zini ko'radigan bo'lsak, 2 ta qiymati bor ekan, replace va replace all bor bizda. Hop, bu joyda endi replace nima deydigan bo'lsak, mana boshdan bitta ko'rsataman. Replace mana search value, ya'ni birinchi qiymatini berasiz, keyin uni replace nimaga almashtiradi? Replace degani bu almashtirish, bunday qilib aytganda mana Doniyor Beyni misol olaman va buni yozdim va ikkinchisiga nimaga almashtirmoqchisiz shuni yozasiz. Ya'ni bunda misolchi 7 ta simvol bo'lsa, bayda almashtirmoqchi bo'lganingiz ham 7 ta bo'lishi shart emas. Xohlaganingizni almashtirasiz. Mana salom deb qo'ydim. Endi o'tib qarasam ko'rdingmi? Salom Tursunov. Ya'ni buni o'rniga xohlagancha almashtirishimiz mumkin. Mana qaranglar. Doniyorni olaman. Mana Doniyorni oldim. O'rniga qaranglar. Azam deb qo'ydim. Azambek Tursunov bo'lishi kerak. Ko'rdingmi? Azambek Tursunov bo'ldi. Ya'ni bu joyda Doniyorni oldi, bu kusovga, ya'ni nimani olishni aytasizlar, keyin va o'rniga nima qo'yishdi? Mana Azamni qo'ydi, bu joyga endi Azam bo'lib qoldi. Ko'rdingmi? Shu ko'rinishda ishlayapti bu. Azambek Tursunov bo'lib qoldi. Hop, replace. Shu endi Doniyor Beydan qaranglar, ko'pgina bo'lsa-chi bizda. Mana shundan yana takror yozsak-chi. Unda qanday holat ishlaydi? Mana ko'pgina yozdim. Endi lekin bu nima qilar ekan? Faqat birinchi ko'rganini nima qilar ekan? Almashtirib berar ekan. Agar biz buni replace all qiladigan bo'lsak, mana edi. Mana replace all qiladigan bo'lsak, bu hamma ko'rganini almashtiradi, ko'rdingmi? Mana hammasini nima qilib berdi menga? Almashtirib berdi. Ya'ni Doniyorni qayerda ko'rsa, o'shani oladi-da, hammasini Azamga almashtirib chiqadi. Ko'rdingmi? Replace unaqa emas mana. Replace ko'rsak, faqat birinchi ko'rganini almashtiradi xolos. Tushunilgan farqini. Xo'p, tushunilgan degan bitam. Endi keyingisi split bizda bu stringni belgilisiga qarab massiga aylantiradi. Xo'p, bu jicha keyinroq ham o'tadigan mavzularimiz endi kelib qolganligi uchun ko'rsatib beraman. Juda chuqur kelmaymiz. Split
Endi buni ichiga biz nima yozamiz ekan? Mana split ichiga endi biz qaysi belgi orqali, ya'ni string yoza olamiz va qaysi belgi orqali qidirishini arraylarga aylantirishni xohlaymiz. Ya'ni bizda bo'sh joylar bor, shu bo'sh joylarga qarab turib aylantirib bersin. Mana 6 ta chiqarib berdi. Ya'ni bo'sh joyimiz nechta hozir bizda? Bitta, 2 ta bor, 3 ta bor, 4 ta bor, 5 ta, oxirgisini 6-chi chiqib qo'ydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Shu holatda ishlaydi. Agar buni o'rniga o'sha aytganimdek haligi lorem bor edi bizda. Bitta bu joyni qidirsam lorem ipsum. Xo'p, lorem ipsumni yozdim mana va buni chiqarib kontrasi va bu joyga o'tib turib buni yozadigan bo'lsam mana. Xo'p, ikkitali qilishimiz kerak. Bizda o'lar ham bo'lib qoldi bu yerda. Mana bo'ldi. Endi qaranglar, bu nechta qo'yardi? 91 ta. Ya'ni bo'sh joyiga qarab qilyapti. Endi biz unaqasiga emas, nuqtasiga qarab qilmoqchi bo'lsak, ya'ni nuqta qo'yib qo'ysak bo'ldi o'rtasiga. Endi nechta? 5 ta. Ya'ni bizda 5 ta nuqta bor ekan. Mana bitta, bu joyda qidirsalar ham chiqaveradi. Mana bitta, 2 ta, 3 ta ko'ryapman, 4 ta. Ya'ni bu bungacha bo'lgani bitta qilaveradi, bungacha bo'lgan 2 ta, keyingisi 3 ta, 4 ta va oxirida 5 ta qilib beryapti. Ko'ryapsizlar? Shu ko'rinishda arrayga aylantirish mumkin. Ularga chuqur to'xtalmay turaylik. Hozir keyingisi join bor. Metodda massivda array ko'rinishidagi massivda bizda string aylantirib beradi endi bu. Nima dedik biz? Join bu. Join qiladigan bo'lsak, nimasi bo'yicha qilib ber desak, endi xo'p, bu yo'q bo'ldi. Nuqtasi bo'yicha bor bizda mana. Yana bitta o'zgaruvchiga olib turib result deb olsam buni. Hop, teng str nuqta nima? Split dedik biz va nuqtasi bo'yicha ajratib olsa, bu nima bo'ladi? Bitta array qilib berdi va shuni yana string aylantirmoqchi bo'lsak, result deymiz, nuqta join. Join deb yozib, nima bo'yicha? Bizda nuqta bo'yicha qilib berishini xohlasak, hop, bitta yangilasak, oxirdagi loqadagi o'zim yozgan narsa. Ko'rdingmi? Bu ikkinchisida nima qilib beryapti? O'sha bergan narsamizni nuqtalari bo'yicha, ya'ni 9-qatorda yana stringga aylantirib beradi. Ya'ni split bizda bergan belgimizga qarab turib arrayga aylantiradi. Join esa o'sha arrayni bergan belgimizga qarab turib yana stringga aylantirib beradi. Ular haqida bular bo'yicha amaliyotlar qilganimizda bemalol ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Qanaqa holatda bo'lyapti va qanaqa bizda ishlayotganini bemalol yana keyinchalik tushuntirib beraman sizlar bilan. Xo'p, bugungi darsimizda bizda shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Faol bo'lib, like, komment bosib, xudo xolasa bizni obuna bo'lib qo'ysangiz bizga pushaymon bo'lmaysiz. Ya'ni yaxshi darslarimiz hali oldinda. Keyingi darsda ko'rishguncha